Bugungi videomizda shu Van blokda 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Videomizni boshlanmasidan oldin kanalimizga podpiska bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar, sababi biz shunaqa videolarni chiqarishni to'xtatmasligimiz uchun. Xo'sh, mana biz boshlab oldik, mana sindirishni boshlaymiz bloklarni. Necha e'tibor bermaymiz. Biz hech narsa jag'lamasa bloklarni sindirishda davom etamiz. Xo'sh, mana o'zingizlar ko'rganlaringizdek, bloklardan ozgincha qoldi. Shuning uchun endi yonimizni sekin o'rab chiqishga harakat qilamiz, chunki tushib ketmasligimiz uchun. Xo'sh, o'rab bo'ldi. Mana hozir ham ozgincha bo'lsa ham yog'ochlarimiz bor. Yetarlicha blok yig'gandan keyin narsa qurishni boshlaymiz. Tak mana mobila spam bo'lishi boshlayapti. Bizga qo'y kerak. Qo'ydan ikkita bo'lsa bo'ldi. Bizda kravat problemasi bo'lmaydi. Menimcha. Mobila spam bo'lishiga qaramay, biz endi sal yerimizdan kattalashtirmasak bo'lmaydi. Tak mana sanduq ham chiqdi. Sanduqdan endi ikkita tarafga qo'yib qo'yaman, chunki bittasiga bloklarni qo'ysam, bittasiga oziq ovqatlar turadi. Mana hamma narsa hozircha paratiga ketyapti, oxirgacha paratichni bo'ladi. Tak mana hozircha yaxshi ketyapti hamma narsa. Van blokdagi suv bilan tushib, blok qo'yib qo'ydim, tushib ketmasligi uchun. Endi hozircha zo'r ketyapti. Endi mobilaga endi ferma qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hoppa, mana qurib bo'ldi. Mana fermani ham mobilani kirgizib qo'ydim. Endi bitta ko'paytirib qo'ysam bo'ldi. Tak mana mobilani joyiga tushirib qo'ydik. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bilaman bu video qisqa bo'ldi, sababi katta videoli bo'lganda shunga yarasha prosmotr bo'lmasdi. Shuning uchun videomizga like bosib, hozir o'zida kanalimizga podpiska bo'lib qo'yinglar, чтобы biz keyinchalik yana shunaqa video chiqarishimiz uchun. Xayr salomat bo'linglar. Sizlar bilan birgalikda men har doim deb bo'ldi.